Bu video siz ko'rgan eng zo'r writing task 2 darsidan biri bo'lishligi aniq. Sababi aynan mana shu darsdan so'ng siz writing task 2 ni 40 minutda emas, balkim 30-35 minutda shikarni yozishni o'rganasiz. Bugungi darsda men sizga nafaqatgina ideyalarni paydo qilishni, balkim o'sha ideyalarni silliq ochib berishni va bu ishni tez bajarishni o'rgataman. 1 yil oldin mana bu YouTube videoni qilganimda men o'quvchilarning eng jiddiy muammosi ideya yo'qligiga yechim bergandim. 13 ta rakursli. Bu videom yaqinda YouTube'da uchib ketibdi ekan va shu uchun hali beri rahmatlar yozishadi. Lekin hali bu videomni ko'rmagan bo'lsangiz hech qisi yo'q. Hozir mana shu videoda sizga rakurslarni yanada batafsil o'rgataman va ular bilan o'zi qanaqa ishlash kerakligini bilib olasiz. Aytgancha, ismim Ibragim Mansurov, 2 karra IELTS 8.5 sohibiman va British Council'ning O'zbekistondagi eng birinchi rasmiy ambasadori hisoblanaman. Lekin eng asosiysi 5 yillik tajribaga ega IELTS instruktorman. Shu paytgacha ko'plab o'quvchilarimga ballarini qisqa muddatda 1.5, 2 ballga oshirishga yordam berib kelyapman. Va mana bu YouTube kanalda o'zimni pullik onlayn kurslarimda o'rgatadigan narsalarni ba'zisini bepulga share qilib boraman. Shu uchun hoziroq obuna bo'ling. Sababi meni blogim IELTS ga tayyorlanish uchun eng foydali kanallardan biri. O'quvchilarim meni oldimga asosiy 3 ta muammo bilan keladi. Birinchisi ideya yo'q. Task 2 mavzuga ular qarashadi. Bunaqa sassiq mavzu kimni xayoliga kelgan? Vasha ideya kelmayapti-yu deb boshlarini qotirib o'tirishadi. Ikkinchi kategoriya shoshqaloq o'quvchilar, ya'ni ularga ustozi task 2 larni tarqatib chiqdi, mavzuni ko'rishadi, darrov yugurishlari kerak ular introduction yozishga. Hammadan oldin introduction yozishadi, oldidagilardan ham oldin va body paragrafning birinchi gapini yozgandan keyin mashta dami chiqib ketadi. Dami chiqib ketadi. Nimaga? Chunki qanaqa davom ettiring? Bo'ldi, o'sha hamma narsani aytib bo'ldim. Bu ideyani qanaqa ochib beraman deb gapini davom ettira olmaydi. Nimaga shoshqaloq dedim? Sababi agar men shu boshida o'ylaganda biroz introduction yozishdan oldin ideyani o'ylab topganida, uni qanaqa ochib berishni o'ylaganda, ana u payt men bunaqa muammoga duch kelmasdi. Shuning uchun xulosa nima? Xulosa shoshmaslik kerak. Sababi xalqimizda zo'r naql bor. Shoshgan qiz Ramazon aka nima? Bilmaskanlar. Yaxshi universitetga kira olmaydi. Shoshmanglar shu uchun. 3-kategoriyani esa men shilliqurt o'quvchilar deyman, sababi o'zim ham bir paytlar aynan mana shu kategoriyada bo'lganman. Ya'ni essay yoza olaman, lekin bu uchun 2-3 soat vaqt kerak. Agar mana shu gap sizga taalluqli bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentda qoldiring. Aytgancha, nechta muammosi bu yerda sizda bor? U narsani ham kommentda qoldiringlar, har bir fikrni o'qiyman. Endi biz birinchi muammo bilan boshlaymiz, ideya yo'qligi bilan. Qanaqa qilib mana shu muammoni yechsa bo'ladi? Qaranglar. Task 2 ni eng bazasi bu ideya. Ideya bo'lmasa task 2 bo'lmaydi. Shu sabab mana shu muammoni yechishdan boshlaymiz, keyin bunga va oxirida bunga o'tamiz. Ketdi. Angles. Mana buni screenshot qilib olishinglar kerak. Hozir o'zida screenshot qilib olishinglar kerak. Sababi bu yoqda men sizga o'sha mashhur bo'lib ketgan 13 ta rakurslarimni sizga ko'rsatyapman. Mana ko'rib turibsizlar, istalgan task 2 ning mavzusida biz miyamizning ichidan g'oya ola olamiz. Uni hozir men sizga isbotini ko'rsataman. Faqatgina to'g'ri yo'nalish bersak bo'ldi. Ya'ni tasavvur qiling, siz qanaqadir begona shaharga kelib qoldingiz va sizga mashinaning rulini berib qo'yishdi. Men obordim. Siz bilmaysiz-da, qayerga haydashni, qayerda pavorot kelishligini bilmaysiz. Sizga nima kerak? Navigator kerak. U yoqqa bor, bu yoqqa bor, u yoqqa bor, bu yoqqa bor deb. Va oxiri siz o'sha nimadirlandir topasiz navigator orqali. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Bizning miyamiz task 2 mavzuni ko'rganda u shunchaki o'zini lost his qiladi. Sizni vazifangiz mana shunaqa u yoqqa bor, chapga buril, o'ngga buril deb unga yo'nalishlar berish. Va aynan mana shu yo'nalishda ko'rib turganligingizdek ekraningizda. Ya'ni mavzuga qarab olasiz va ekonomik jihatdan qarang, social jihatdan, health, psychological, educational, environmental, ethical, technological va hokazo. Men bu yerda asosiy o'sha directing savollarni ham yozib qoldirganman. Bularni ham so'rasangiz bo'ladi o'zingizdan. Misol ko'ramiz. Mana qaranglar, men bu yerdagi mavzuga. Some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programs. To what extent do you agree or disagree? deb bizda aytgan. Ya'ni ba'zilarning o'ylashicha volontyorlik ishlari maktab dasturining majburiy bo'lagi bo'lishi kerak. Siz bu fikrga qo'shilasizmi yoki yo'qmi? Va mana shu mavzuni ko'pchilik ko'rganda stressga tushib qolishligi mumkin. Qanaqa qilib yozaman, nima ideyalari bor, nima foydali tomonlari bor u volontyorlikni deb. Mana shu payt stressga tushmasdan shunchaki mana bu anglelarga qarash kerak. Xo'p, qaysi jihatdan masalan men qarolayman bu narsaga? Mana volontyorlik qilyapti bolalar. Bu ularga qanaqadir educational jihatdan foydami mana? Volontyorlik qilib, deylik, qariyalar uyiga borib ularga yordam beryapti yoki qanaqadir guruhlarga bo'lib ular shanbalik qilishyapti, tozalashyapti qayerdadir. Bu does it help people learn? Ularga yordam beradimi? Qanaqadir what skills
what skill grows? Qaysi ularning mahorati oshadi? Misol uchun guruhda ishlash mahorati oshadi, to'g'rimi? Kommunikatsiya mahorati oshadi. Mana shularni bemalol yozib qoldirsak bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Biz shunchaki mavzuga qanaqadir angle-da, qanaqadir rakursda qarayapmiz va bizda o'sha g'oyalar paydo bo'lyapti. Bu yerda yozib qoldirganman mana. Teamworkni o'rganadi educational jihatdan, responsibility va real world problem solving. Ya'ni ular faqatgina o'sha matematikada berilgan masalalarni emas, balkim hayotiy masalalarni yechishni o'rganishadi. Bundan tashqari, social jihatdan qaraydigan bo'lsak, ya'ni mana bu yerda social qanaqa savol yozib qoldirganman. Qaranglar. Does it bring people together or push them apart? Bu insonlarni birlashtiradimi? Ya'ni social nima degani? Ijtimoiy degani. Jamiyat degani. Jamiyatda insonlar jipsroq bo'ladimi agar mana shunaqa volontyorlik ishlarini qildiradigan bo'lsak maktab bolalariga? Jipslashadi. Misol uchun deylik, qariyalarning uyiga borishyapti. Nima bo'ladi? It definitely connects teenagers with the elderly, the poor, the disabled va ularni ko'rganda, ular bilan kommunikatsiya qilganda albatta orada qanaqadir yaxshi rishtalar paydo bo'ladi. Ko'ryapsiz, biz shunchaki to'g'ri angle-dan mavzuga qarashligimiz kerak va miyamizning o'zi bizga idea generate qilib beradi. O'ylamang, tasdiqki insholarda g'oya generate qila oladiganlar bu faqat dunyoqarashi keng bo'lganlar, ko'p kitob o'qiganlar. Endi shubhasiz, ular osonroq generate qiladi ideyani, lekin bu degani siz qila olmaysiz degani emas. Siz dunyoda уже ozmi ko'pmi yashab qo'ydingiz. Miyani ichida yetarlicha g'oya bor, ishoning. Tasdiqga kelsangiz hammasi uchun yetarlicha g'oya bor. Faqat to'g'ri yo'nalish bersangiz, bo'ldi. O'sha miya sizni olib boradi qayergadir, yaxshi manzilga. Keyin mana practical time dan qaraymiz-da, mana practical and time. Convenient, does it save or waste time and effort? Bu ularga qulaymi? Maktab bolalariga mana shunaqa dikilab yurish, qariyalar uyiga borish, nogironlar uyiga borish, anaqaga bolalar uyiga borish, bu ularga convenientmi, foydalimi o'zi, yo qulaymi o'zi? Shunaqa savol beradigan bo'lsa agar. Va bu yerda buni olib qaraydigan bo'lsangiz agar, o'zi shundoq ham ular anaqa imtihonlarni stressda yuradi maktab o'quvchilari, lekin ularni yana mana shunaqa vaqtini o'g'irlab qo'ymaymizmikan deb mana bunaqa ideyani ham bu yerda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Ko'ryapsiz, shunchaki to'g'ri angle miyangizga beradigan bo'lsangiz, o'sha uning ichidan g'oyalar chiqib keladi. Nima deb o'ylaysiz? Mana bu g'oyalarni o'zingiz o'ylamasmidingiz? Albatta o'yla olasiz. Albatta o'yla olasiz. Men bu narsani boshqa misolini beraman-da. Qaranglar, misol uchun ba'zida essay yoza olmaysiz-u, o'sha payt cheat qilasiz. Ya'ni ChatGPT ga borib, ustozingizga bilintirmasdan ChatGPT ga o'sha essay yozdirishga harakat qilasiz-da va body paragraflarni o'qiyotganingizda u oddiy g'oyalar bilan yozgan bo'ladi. Hech sezganmisiz shu narsani? Va o'zingizga aytasiz: "Voy, bu meni ham kallamga kelardi-yu bu narsa" deb ana o'zingizdan asabingiz chiqadi. Nimaga men o'ylamadim mana shu narsani deb. Nimaga? Sababi siz o'sha miyaga to'g'ri yo'nalish bera olmagansiz. Mana shu uchun ham g'oya kelmagan. Lekin g'oyalar oddiymi? Yoki biror marta qanaqadir essay o'qiganingizda, "Wow, mana bu narsa men hech qachon kallamga kelmasdi" degan fikr bo'lganmi? Bo'lgan bo'lishligi mumkin, lekin juda kamdan kam. Asosan bizda mana shu birinchi holat bo'ladi. "Voy, bu men ham shunaqa yoza olardim. Nimaga ko'proq o'ylamadim" deb qolamiz. Ko'proq o'ylash kerak emas. Gap ko'proq o'ylashda emas, gap to'g'ri o'ylashda. Mana hozir men sizga mana shu anglelar bilan o'ylashni o'rgatyapman. Yana bitta misol ko'ramiz mana. In many countries, people are choosing to have children later in life. What are the causes and is this a positive or negative development? Mana misol uchun bu yerda sizdan ham sababini so'ragan aytgancha va ham bu pozitivmi yoki negativ rivojlanishmi fikringizni so'ragan. Sen qanaqa qaraysan deb mana shunga. Va bu yerda ham mana sababi nima bo'lishligi mumkin? Nimaga odamlar kechroq farzand ko'ryapti? Sababi bu albatta o'sha economic. Ya'ni is it expensive? Farzand ko'rish is it expensive? Expensive ku. Hozir maktablar hammasi pulli bo'lib ketgani, tabaqalanish va hokazo va bolani boqishni o'zi bo'lmaydi. Kartingaga kiradigan bo'lsangiz agar 4 ta narsa olasiz 300 ming bo'ladi va bu albatta expensive. Mana shuni sabab qilib keltirsak bo'ladimi? Nimaga odamlar kechroq farzand ko'rayotganligiga? Albatta, uylarning narxiga qiziqib ko'ring misol uchun mana. Housing and childcare are expensive deb qoldirsak bo'lar ekan. Endi is this a positive or negative development? Bu mana qarang, mana bu yerda psychological. Bu odamlarga qanaqa ularni his qilishga yordam beradi? Kechroq farzand ko'rish. Mana barvaqtroq farzand ko'radigan bo'lsa agar 20 yoshda u hali hayotini o'nglab olmagan, u hali karyerasini o'nglab olmagan va endi uning boshiga farzand ham tushyapti. Bu narsa uni albatta anxious qilib qo'yadi, stress qilib qo'yadi. Lekin kechroq farzand ko'rish, kechroq ko'rganda o'sha ota-onalar ancha emotional intelligence rivojlangan bo'ladi. Bu bir hayotda ozmi ko'pmi iziga tushgan bo'ladi va mana shularni albatta yozib qoldirsangiz bo'ladi. Misol uchun
older parents are often calmer, more patient and more emotionally intelligent deb qoldirsangiz bo'ladi. Ya'ni psixologik jihatdan yoshi katta ota-onalar ancha ulg'ayganroq bo'ladi. They are more mature. Minuslari bormi? Da, bor. Mana health jihatdan qaraydigan bo'lsak, albatta minuslari bor. Sababi ham 30 yoshdan keyin farzand ko'radigan bo'lsa, bu albatta tibbiy xavflar oshadi. Mana medical risks rise. Fertility might drop deb yozib qoldirganman. Fertility nima ekanligini bilmasangiz, albatta Google dan tekshirib ko'ring. Va mamlakat bizda tayyor brainstorm paydo bo'ldi. Ko'ryapsiz, ChatGPT kerak emas sizga insho yozish uchun. Ibragim Mansurovga 13 ta angle kerak bo'ldi. Mana men bilan bot ko'rsatyapman, qayta screenshot qilib olishligingiz va iloji boricha eshigingizga, oshxonaga, xolodilnikka yopishtirib qo'yishligingiz uchun. Chunki bularni o'sha yodlashingiz kerak. Endi bular ham xuddi anaqa Mendeleyev tablitsasiga o'xshaydi. Kimyoda bor-ku. Har doim bu qo'lingizda tagida bo'lishi kerak emas. Imtihonda qo'lingizda tagida bo'lmaydi misol uchun. Lekin o'sha Mendeleyev tablitsasi bilan rosa ishlaganlar, o'sha ko'p narsani esda qolib ketadi-yu. Xuddi shunaqa. O'zi 13 donagina angle ko'proq ishlatsangiz agar 13 tasi ham esingizda qolib ketadi va miyangiz avtomatik mana shu anglelar bilan o'ylashni o'rganadi. Juda magical narsa to'g'risi. I really love it. Va sizlarga ham albatta tavsiya qilaman mana shuni ishlatishni. Sababi vaqtida meni haqiqatda mana 15 yoshligimda writingimni qutqargan narsa mana shu anglelar bo'lgan. Chunki 15 yoshligimda men ham javob ko'p kitob o'qib olgan bola bo'lmaganman. Lekin o'sha paytda IELTS dan 8 olib chiqqanman, birinchi urinishdayoq va buni asosiy sababi mana shu anglelarni bilganligimda ham jumladan. Ko'p sababi, lekin bu ham albatta o'zining rolini o'ynagan. Men o'ylaganman, tasdiqini faqat mana shu meni kursdoshlarim yoza oladi, ular mendan aqlliroq deb. Yo'q, qarasam men ham yoza olar ekanman. To'g'ri yo'nalishda o'ylasam bo'ldi ekan. Endi ikkinchi qismga idea developmentga o'tamiz, lekin undan oldin sizlarga mana shu darsni PDF faylini sovg'a qilmoqchiman. Ko'rasizlar, bu yerda qancha ma'lumot bor. Mana shu ma'lumotlarni hammasini olish uchun hoziroq shu videoni komment qismidagi Telegram kanalimga o'tinglar. Havolani qoldirganman, Telegram kanalim havolasini. Telegram kanalim havolasiga kirdinglar, keyin bosasizlar va kanalga olib o'tadi. Kanalda qadalgan xabarlariga borasiz va o'tda YouTube videolarim konspekti degan ko'k yozuv bor. Bossangiz sizni postga olib boradi, komment qismida mana shu PDF fayl sizni kutib turgan bo'ladi. Albatta oling buni va Telegram kanaliga ham obuna bo'ling. U yerda men bepul jonli darslar o'taman. YouTube'ga kontent qilish har doim ham imkonimiz bo'lmaydi, lekin bepul darslar har hafta bo'ladi. Telegram kanalimda qoling albatta. Va kurslarimga e'lon, kurslarimga qabulni ham aynan mana shu kanalda o'tkazaman. Xo'p, idea developmentga o'tamiz. Ana endi mana bo'ldi. Ibragim, tushundik sizni. Ideya topish oson ekan. Endi uni qanaqa ochib berish mumkin deb siz so'rashligingiz mumkin va mana shu joyda men sizga mana bu go'zal ISER formulamni sizga beraman. Bu bizda idea, support, example va result formulasi bo'lar ekan. Ko'rib turganligingizdek men bu yerda yozganman. Eng muhim qismi, to'g'risi hamma joyi muhim, lekin eng muhim qismi bizda support. Sababi supportda biz faqatgina bitta why degan savolga emas, balkim ko'plab yana boshqa savollarga javob bersak bo'lar ekan. Misol uchun, mana siz qanaqadir g'oya berdingiz, mana deylik g'oyangiz mana bu. Aytdiku, agar bola volontyorlik ishlar qiladigan bo'lsa agar, unda qanaqadir mahoratlar rivojlanadi. Jamoada ishlash, demak va hokazo real life skilllar boshlanadi dedik. Bu bizning ideyamiz edi. Ana endi uni support qilish uchun biz mana bunaqa savolga javob bersak bo'lar ekan. Why is this true? Qanaqa mana shu real life skilllar paydo bo'ladi? Why does it happen? Nimaga shunaqa bo'ladi? Yoki compare qilsak bo'lar ekan boshqa narsa bilan. Misol uchun, nimaga shu maktabdan o'rgana olmaydi o'sha skilllarni? Kitobdan o'rgana olmaydi nimaga? Mana shu narsani compare qilsak bo'lar ekan. And then, hop, keyinchi, when, how much, how big is the effect? Effekt qanaqa? Bu vaqtda, sonda, isolida ko'rsatsangiz bo'ladi supportda. Supportda umuman cheklov yo'q, faqat why degan narsa. Keyin example, faqat hayotingizdan emas, balkim qanaqadir inson yoki qanaqadir joyga siz prosta tasavvur qilib bera olishingiz kerak ekzamenlarga. Mening katta xolam, Oysha xolam mana bunaqa qilganda deb misol bermaysiz. Bu akademik insho. Bu yerda a real or realistic case ochib berishingiz kerak. Misol ko'rsataman, hozir ikkita misol bo'ladi. Va result. Salgina chetlashib, xo'p nima qildi degan savolga javob berishingiz kerak. Xo'p nima qildi mana shu real life skilllarni o'rgansa bola volontyorlikdan? Nima bo'ladi undan keyin? Mana shu narsaga javob berishingiz kerak bo'lar ekan. Mana sizga tayyor misol, ko'rib turganligingizdek biz birinchi bo'lib darrov body paragraph yozishga tushib ketmaymiz. No, that's totally wrong. What you have to do is to create a plan for your body paragraph before you start writing it. That's what you have to focus on. Mana bu yerda ko'rib turganligingizdek, mana
hali body paragraph yo'q, hali biz mana bu ECR formulamizni yozib olamizda, mana idea support example va kichkinagina rejacha qilamiz. Mana nima qilish muhim. Demak, yozamiz mana compulsory service qilsa, bola majburiy qanaqadir bir uni majburiy ish bajartirsak bolaga, unda real skills paydo bo'ladi. Xo'p, biz taqqoslasak bo'ladi bu narsani, to'g'ri, maktabda bu narsani o'rgana olmaydi deb taqqoslasak bo'ladi maktab bilan. Example, mana misol uchun deylik 11-sinf bolani biz majburlasak, mana bu yoshlarga bolachalarga dars o'tib bergan deb uni majburlaydigan bo'lsa agar, shu narsani mana misol qilib keltirsak bo'ladi, o'shani picture qilib. Va result nima bo'ladi? Mana shu 11-sinfda bolachalarga o'sha dars bergan bo'lsa, o'sha kommunikatsiyasi va boshqa skilllari ham rivojlangan bo'lsa, bu o'sha job ready bo'ladi va eng asosiysi o'ziga ishonchi boshqacha bo'ladi. Mana shu narsalarni bu yerda yozib qoldirishimiz shart ekan. Endi bitta yozishdan oldin o'ziga qayta aytib berishni ham men maslahat bergan bo'lardim. Misol uchun, qanaqadir part uch shaklida-da, ya'ni bolalarni majburiy mehnat qildirishi foydasi nima degan savolga javob berib ko'ring. Bolalarni biz majburiy mehnat qildiradigan bo'lsak, ular haqiqiy hayotda kerak bo'ladigan mahoratlarni o'rganishadi. Hamma narsani ham maktabdagi kitobdan o'rganib bo'lmaydi. Ba'zi narsalarni odamlar bilan muloqot qilish, ular bilan ishlash orqali o'rganish kerak. Misol uchun, agar katta sinfda o'qiydigan bola yosh bolalarga dars qilishga yordam beradigan bo'lsa, shubhasiz unda yangi o'sha mas'uliyat, mahorat paydo bo'ladi va bu narsa uning kelajagiga juda ham foydali, sababi u ishlashga tayyor va eng asosiysi o'ziga ishongan yosh katta inson bo'lib ulg'ayadi. Mana ko'ryapsizlar, qanaqa o'zimizga aytib berdik. Va endi aytib berganingizdan keyin mana bu yerda sekin-sekin body paragraphga aylantirsangiz bo'lar ekan. Ko'rib turganligingizdek mana xuddi mana shu rejalar bilan yozilgan, to'g'risi. Dajman tepaga yozgina ko'tarsam bo'ladi buni. Mana making community service compulsory equips teenagers with practical skills that a classroom simply cannot provide. This is because responsibility, teamwork, and problem solving are learned by doing, not by reading them in a textbook. Mana bu yerda endi misolga qaraylik, mana bu joy juda muhim. A student who spends weekends helping younger children in the neighborhood with their homework, for example, must explain ideas patiently, stay organized, and earn the trust of both the kids and their parents. Challenges no exams could ever recreate. Endi bu yerda ozgina mana shunaqa murakkablashtirishni yaxshi ko'raman. Ozgina qo'shimchalar berib, lekin bunaqa qo'shimchalar berish shart emas, to'g'risi. Va endi natija, xo'p nima qilibdi? Nima bo'ladi mana shu agar u bolacha dars bersa? As a result, they leave school not only with qualifications, but with the confidence and social maturity that employers value most. Deb men bu yerda yozib qoldirganman, ko'rib turganligingizdek mana xuddi mana shu rejadan bizda mamnaqa body paragraph paydo bo'ldi. Ko'ryapsizlar, men shunchaki equips teenagers with practical skills deb tugatsam bo'lardi. Yo'q, men dalcha davom etdim. Xo'p, nimaga mana shu skilllarni imенно volontyorlik ishidan olish kerak? Sababi bizda bu skilllar o'qish orqali o'rganilmaydi, qilish orqali, bajarish orqali o'rganiladi. Misol bormi? Misol ham bor. Mana deylik, o'sha dam olish kunida bolalarga dars beradigan yigitni oldiga va natijasi-chi? Natijasi dahshat. Bu yerda mana shu natijani ham yozib qoldirganmiz. Ko'rib turibsiz. Essayni demak qanaqa ketma-ketlikda yozar ekanmiz. Biza darrov shoshmaymiz, mavzuni ko'rdik keyin. Yo'q, mavzuni ko'ramiz. Xo'p, plus minuslarni ko'rib chiqamiz. Aha, bu qaysi angledan plus? Aha, mana bu angledan plus. Всё. Bu primerni g'oyalaringizni bilib oldingiz keyin, ana endi rejacha tuzasiz. Mana bunday kichkina reja. Endi bu yerda sizga ko'pdek ko'rinyapti. Aslida men bu rejani to'g'risi reja va mana shu anglelar bilan brainstorm qilishim menga to'g'risi 5-7 daqiqa vaqt ketadi xolos. Sababi men bunaqa to'liq yozib o'tirmayman, ECR deb yozaman, qisqartmalarni bu yerda yozib ketaveraman. Rejani asosiy maqsadi bizaga o'sha uy qurishdan oldin uni arxitekturaviy dizaynni yaratib olishda, mana shu narsa. Ya'ni body paragraph yozishni boshlaydigan bo'lsangiz, ana boya anglelardan topgan g'oyalaringiz bilan siz u g'oyalarni keyin nima qilishni bilmay qolasiz. Lekin mana bunaqa sizni dizayningiz oldindan tayyor bo'ladigan bo'lsa, har bir gapni oldindan rejalashtirgan bo'lsangiz, qotib qolmaysiz umuman. Ko'ryapsizmi qanchalik oson? Task 2 essay. So good. Va bundan faqat foydalanish kerak. Ketma-ketlik birinchi ideya topib olamiz, keyin u ideyani bitta planda yoyib berishligimiz kerak, ochib berishligimiz kerak va ana undan keyin yozar ekanmiz. O'ylamang 40 minutda ulgurmayman va hokazo deb. Yo'q, reja tuzish, g'oya yig'ish, anglelar bilan simboli, mana bunaqa plancha yaratish 5-7 daqiqa vaqtingizni oladi xolos. Keyin body paragraphlarni mana bu rejangiz tayyor bo'ldi keyin juda tez yozadigan bo'lasiz.
juda tez va oxirdagi qolgan vaqtingizda siz mana shu xatolaringizni tekshirasiz yoki qanaqadir oson gaplarni murakkabroq qilasiz yoki mana bunaqa chiziqchalar bilan yana qanaqadir qo'shimcha ma'lumot qo'shib ketasiz va bu albatta sizni grammatika bo'yicha ballingizni ham ko'tarib beradi. Do you see how easy writing task 2 actually is? It is very easy. It's just that you have to know the approach. You have to know how to handle it. Mana bu yerda ko'rib turganligingizdek qanchalik osonligini mana sizga ko'rsatib berdim. Bu yerda mana yana bitta misol qoldiraman. Shu PDF o'zida buni ko'rib o'zingiz o'rgansangiz bo'ladi. Albatta PDF olib oling Telegram kanalimda va Telegram kanalimga obuna bo'ling. U yerda juda ko'plab darslar o'tamiz. Xo'p, mana shunaqa gaplar. Endi mana ko'rib turganligingizdek men sizga aytdim, nima muammolaringizni yechaman dedim darsning boshida. Ideya yo'qlik muammosini. Demak, mana bu yerda ko'rib turganligingizdek, gapni davom ettira olmayman degan muammoni va vaqtga ulgurmayman degan muammoni. Mana shu 3 ta muammoni yechimi bizda birinchidan angle ekan. Gapni davom ettira olmaslik uchun isera degan formulamiz bor ekan va vaqtga ulgurmayman. Nima uchun ulgurmaysiz odatda? O'sha body paragrafda gapni yozishda to'xtab qolganingizdan. Qachon ulgurar ekansiz? Qachonki planingiz oldindan tayyor bo'ladigan bo'lsa. Mana bu yerga planni berdik. Ko'ryapsiz, o'sha darsda boshida berilgan barcha va'dalarni ustidan chiqdim degan umiddaman. Lekin bu hali hammasi emas. Introduction yozishni o'rganish bor. Demak, murakkab strukturalar bor. Mana shular bo'yicha men sizga bitta dars sovg'a qilmoqchiman. O'zimni IELTS formula 2 oylik full kursim bor meni va bu pullik kursim. U yerda 2 oy o'quvchilar bilan o'zim ishlayman. Katta jamoa ishlaydi, ular bilan birgalikda va ularni o'sha ballni oshirish ustida ishlaymiz. Shularga yaqinda introductions darsini o'tib berdim. Ikir-chikir paraphrase qanaqa qilish kerak, thesis statementni qanaqa yozish kerak. Mana shu pullik kursimdan bo'lgan darsni sizga bepulga sovg'a qilmoqchiman. Buning uchun hoziroq mana shu kommentdagi Telegram kanalimga o'tib oling va o'tdingiz keyin qadalgan xabarga borasiz va Writing Introductions darsi degan ko'k yozuvga bosib, shuni bitta postga olib boradi, siz kommentga kirsangiz, albatta o'sha joyda darsni ko'rgan bo'lasiz. IELTS formulani ichidan va bu sizda introduction yozish bo'yicha ham muammo qolmaydi. Va albatta IELTS formula va speaking formula kurslarimga kelinglar. Va mana shu keyingi videolarimni YouTube'dagi o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'lishni unutmanglar. E'tiboringlar markazida buxorolik ustozlar Ibragim Mansurov bo'ldi. Bu texnikani ko'proq o'quvchilar ko'rishi uchun albatta bu videoni do'stlaringizga ham tavsiya bering. Meni Instagramda atmetka qiling mana shu video bilan birgalikda va men albatta o'zimning storiesimga ham sizni qo'yaman. Writing o'ylaganingizdek qiyin emas. Faqat to'g'ri yondashuvni bilsangiz bas. Mana shunaqa gaplar. E'tiboringlar markazida buxorolik ustozlar Ibragim Mansurov bo'ldi. Keyingi darslarda va Telegram kanalimda ko'rishamiz.